qilib chaqirdilar. Meni qalbimda shu nima bir ilinj yurdi. Berdim hali, lekin Ferjon yuboraman, siz topshirasiz. Bu yoqda vakilsiz. Eshonbo'ga yo'q, chunki masjidga kelib domlamni o'zi siz o'qib berasiz shajarani. Bir tarafi qarang. Arabcha, bir tarafi o'zbekcha. Bir tarafi arabcha, bir tarafi o'zbek. Va unda nima bor? Muhaddislardan bizgacha yetib kelgan hadis, azon bobidan hadis Hazrat Imom Buxoriy bobimiz bor. Rasulullohgacha boradi. Va bir tarafdan muazzinlardan bizgacha yetib kelgan hadis siz omonat qilaman sizga, siz imom domlamga berasiz, bu yerda xatda eshittirib berasiz. Mana Hazratim shajarani endi kitobatan og'zakisini men berdim, siz guvoh bo'ling. Siz bunga shohsiz. Qiyomat kunida inshaalloh shohlardan bo'lasiz, ammo kitobatan yozmasini berib yuboraman. Allah muborak eylesin. Endi bu azonni ta'limini sizlarga bitta-bittalab o'rgatishdan nasib bo'lsin. Amin. Va sallallohu ala sayyidina va habibina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rohim. Alloh siz hamma o'rgatasiz. Faqat o'zbekka emas, bu Pokistonga ham, yoki Afg'onistonga ham, Bangladeshga ham, Yamanga ham, arablarga ham o'rgatib bering inshaalloh. Va shu shajardan tarqatasiz. Qo'mataysiz.